Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, hurmatli azizlar. Alloh taoloning rahmati, mag'firati va barakasi barchamizga yor bo'lsin. Bugun shu muborak majlisda jam bo'lib, qalblarimizni poklaydigan, iymonimizni mustahkamlaydigan so'zlar haqida suhbat qurmoqdamiz. Alloh taolo bu yig'ilishimizni o'zi rozi bo'ladigan majlislardan qilsin. Aytiladigan har bir so'zni foydali, tinglangan har bir nasihatni qalblarimizga nur qilib joylasin. Amin. G'iybat nafaqatgina oxiratda azizlar, bu dunyoda ham og'ir oqibatlari bor. G'iybatchini odamlar yomon ko'radi. Zero qiziqmizki, o'zimiz birga gaplashib o'tiraveramiz, g'iybat qilaveradi, lekin o'sha odamni yomon ko'ramiz. O'zimiz aytib ham qo'yamiz, mana shu yomon g'iybatchi deymiz. Shunday ekan, o'zimiz ham o'shini qatoriga tushib qolmaslik kerak. Dunyo va oxiratda azobga qoladi g'iybatchi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, albatta iymon keltirgan kishilar o'rtasida yomon gaplar yoyilishni istaydigan kimsalar uchun dunyoda ham oxiratda ham alamli azob bordir deydi. Hamma narsani Alloh bilur, sizlar esa bilmassiz deb mana sura-i Nurda Alloh keltiradi. Demak, Alloh taolo aytayaptiki, iymon keltirgan odamlar shunday bo'lish kerakki, kishilar o'rtasida yomon gaplarning yoyilishini istamaslik kerak. Mehnatimizni qadrlab obuna bo'ling.